Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Rozu Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islah 27. 2020 yıl 9. ayının 27. günü haftaga şembe. Ben burundaki vədi yürüme sizlerge her gün ettiğini turup islah qarashqa adetlenişim gerek vatandaşlar. Bugünkü vaziyet nime deseniz, hazır torbettirde ekip yürüyen bir gap. 10. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarının siyosati deyaki Jungo'ga munosabatlik bir zilzila paydo bo'ladi deydigan gap. Hozir shu to'g'rida kishilarning xilma-xil qiyoslari borkan, bugun sizlarga men shuni tayyorlab keldim. Vatandaşım bundan keyin vaziyat hozir Şinjan xizmat yig'ini tunigillati echilib, u yig'inda Şinjanda yana qurilishni, jazo lager qurilishini kuchaytirishni en asaslı maksat kılıp belgiledi. Belki bu Xitayning en ahırki galcerlik devriga bosqichga kirganligini isbotidir. Bugun Uyg'urlar emas, Tibetlar, Hong Kongliklar, Uyg'urlar, Mongollar, Kireslar, yani Koreyaliklar Sharq Shimoldagi barliq millatlarga milliy hukmronligini kuchaytirish, millat diktatoriyasini yurgizish. Mana hozirgi ciddi vaziyat, ciddilik şu yerdeki hazır Kompartiya özünün kim ekanligini ve akıbetinin nima bo'ladiganligini endiki hesapta to'nib yetdi. Hozir Huang Weibo degan adamning bir xabari keldi başlala. Kompartiya hazır degidek og'dirilish davriga kirdi. Uni Tayvanga hujum qilish kuchi nadin kelsin. Tayvanga hujum qilg'idek rag'bati nadin kelsin. Gumran buluşu kütüplü taravatı dedi, hazırlık geldi haber vatandaş. Hazır sizlerge münasebet geldi, şu haberler leksiya kılıp sözdeymiş. Mavzumunda 10. ayda yüz beradigan zilzilige saladigan işler belki muşu buluşu mümkün. Mavzulu haber 9. ayının 25. günü Jungo'ga nazar torbeti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Amerika'da sayılam yakınlap gelmekte, ciddileşmekte. Amerika'da işke partiyanın azaları yakınlap gelmek, el rayı. İşke partiyanın el rayı hem birbirine yakınlap gelmekte. Prezident Trump da kollaydıgan sadala köpeymekte. Tüvende yok kırıgıcı örülmekte. Yetekçi oranğa kötürülmekte. Prezident Trump'ın sayılış mümkünlüğü yaxşılıkla yüzlendi. Onun üstüki Prezident Trump karıştırdıgan yukarı sot emeldarı Janis Berg tuyuksuz vefat oldu. Konservatifler lagerinin sayılamdan keyin er şikayetlerine tayyorlik kılındı. Sıfırlaşkan internet devri yetip kelgenden başlap Amerika'da bir qancha qatimliq saylam bargan sire murakkablaştı. Jungo ve Rusya Amerika'daki saylamga ciddi aralashishga başladı. Yana pochta orqali bilet tashlash meselesi var. Saylovchilar bileti ve saylovchi fuqarolar bileti paydo qilgan xalq ra'yining burmlanishi. Prezident saylam vaziyatiga foydali masala shu yerdeki Oliy sud boshlig'i nomzodini belgilash tanqidga uchrashi mumkin. Cumhuriyetçiler Partisi iki taraflik sınaqqa duch kelishi mumkin, lekin bu bir vaziyat. 10. ay yetib keldi. Avvalgi tartiblarga asoslanganda nurg'un kuzatuvchilar faraz qilyotdi-ki, Amerikada zo'r voqea yuz berdi deb qiyos qilishyapti. O'tgan hafta bir nafar kishi Prezident Trumpga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Bu voqea Prezident Trumpga istashiq qiladigan saylam biletini ko'paytdi. Undan qolsa qaratelliklarning hayoti qimmatlik harakatining kaynida turib, dollar xarjlagan xo'jayin Jungo'liklar hamkorligini ilgari surish jamiyati bo'lib o'tirg'i chiqdi. Qaratelliklarning hayoti qimmatlik deydigan harakatning kaynida turgan kuch Jungo Kompartiyasi ekanligi bo'lib o'tirg'i chiqdi. Bu cemiyet uzundan bir Marksizmlik solcular teşkilatı
Antifani qo'llab kelgan. Bu jamiyat uzundan bir Marksizmli solchilar tashkiloti Antifani qo'llab kelgan. Balki materiallar oshkorildiki, Jungoliklar hamkorlikni ilgari surish jamiyati dal Jungo kompartiyasining Amerikadagi uzun muddatdan beriki do'sti bo'lib kelgan. Shunlashqa Amerikada namoyish uzun davomlashdi. Namoyish inqilobga aylandi. Allaqachon o'tira qatlam saylovchilarning qarshiligini keltirib chiqadi. Shuning bilan Demokratlar partiyasining prezident nomzodi Joe Bidenning saylam vaziyatiga ta'sir ko'rsatdi. Prezident Trumpning yana bir qatim prezident bo'lib saylanishiga kishilar diqqat qilyotdi, ko'ngil bo'lyotdi. Shunlashqa prezident Trump 10-oyda zilzila paydo qilib, saylam bileti vaziyatini yuqori ko'tarishi kishilarni zo'qlantirdi, umidlantirdi. Amerika ovozi faraz qilishicha, Jungo-Amerika savdo kelishimi suhbati to'xtatildi. Bu balki zilzila paydo qilgan bir sabab deb ko'rishdi. Amerika ovozi radiosi. Yoki Jungo Janubiy dengiz orollariga harbiy bazalar, Jungoning Janubiy dengiz orollariga harbiy bazalar hujum qilinishi mumkin. Masalan, Jungo Janubiy dengiz yasab olgan orollarga hujum qilinishi mumkin. Qaysi taraf aniq emas. Hujum qilinishi mumkin. Onun joyida shunday zilzila Jungoga munosabatli zilzil paydo qilgan voqealar yuz berishi mumkin. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.